mana hozir qaror masalasida ko'rib o'tirib bir fikr keladida, o'sha Oliy sudga aytish ham befoyda menimcha. Mana Oliy sud raisi qarang boshqa deyapmiz. Urganch tumanlararo ma'muriy sudi raisi Urganchdagi Qo'shiyev degan ekan. Hozir qarorni qarasam, qarorda mana yozyapti, da'vogarning fikri, 3-shaxslarning fikri, ya'ni 3-shaxslar arizani rad qilishi so'radi, javobgar arizani rad qilishi so'radi, da'vogar arizani qanoatlantirib berishni so'radi deb kelyapti qarorda. Shu sudda men o'zim qatnashganman, qarang. Men o'zim shu sudda qatnashib vakil bo'lganman. Fikrlarimni aytganman. Undan tashqari men nima demoqchiman? Prokuror qatnashdi sudda. Sudda qatnashgan prokuror arizani qanoatlantirishni so'radi. Lekin sudya janoblari nima deb qo'yibdi? Sud ishda ishtirok etuvchi shaxslarning tushuntirish va muzokara so'zlarini eshitib, prokurorning fikrini tinglab, arizada keltirilgan vajlarni ma'muriy ish hujjatlari asosida atroflicha muhokama qilib, quyidagi xulosaga keladi, deyapti. Lekin biz ko'pchiligimiz bilamiz-ku, sud qarorlarini o'qigan, sudda qatnashgan odamlar bilamiz-ku, prokuror arizani rad qilishni so'rasa, katta qilib yozib qo'yadi sudya. Prokuror arizani rad qilishni so'radi. Nima uchun siz prokuror arizani qanoatlantirishni so'raganini yozmayapsiz qarorda? Nima uchun aytingchi? Chunki ertaga prokurorlar oladi, qarorni tekshiradi, tekshirgan, o'qigan paytida mana bu yerda prokuror fikri arizani qanoatlantirishni so'ragan ekan, lekin sudya buni rad qilgan ekan. Nima uchun bu qanoatlantirish so'ragan, nima uchun bu rad qilish so'ragan, qilgan degan savollar yuzaga keladi. To'g'rimi? Tan oling mard bo'lib. Shu savollar yuzaga keladi. Shundan qo'rqasiz, shuning uchun ham mana shu gaplarni yozmaysiz. Men shuning uchun aytaman, har doim ochiq bo'lish kerak. Bu bizni qoziligimiz qachongacha? Qiyomatgacha emas-ku, barakat topinglar. Endi birozgina inson bo'laylik endi. Yetar endi bu aldanishimiz, qiynalishimiz, yetar bu. Qachongacha davom qiladi bu? U prokuror arizani qanoatlantirishni so'ragan bo'lsa, bejizga so'ramagandir. Yoki da'vogar ariza bilan sudga murojaat qilgan bo'lsa, bejiz emasdir. Uning ichidagi hujjatlarni qarang. 10 varaqdan iborat sud qarori yozilyapti. Nimalar yozilgan sud qarorida? O'zingiz bir o'qib ko'ring. Asosni qarasang 100% arizachi haq, lekin qozini qaroriga kelsang rad qilgan. Qani asos, qani adolat? Men bilmayman kimga murojaat qilish kerak, kimdan so'rash kerak. Men Oliy sud sizdan misol uchun men so'ramaydigan ham bo'ldim. Men misol uchun Oliy sud raisini o'zi bilan uchrashganman. Xorazmga keldi, sayyor qabul bo'ldi, uchrashdik. Qabul qilib oldi arizamizni. Shu gap bo'ldi. Biz elektron jo'natsak ham shu gap, o'ziga bersak ham shu gap. Tushuntirib berdim bo'lmasa masalani o'sha paytda. Baxtiyor Jahongirovich, men shaxsan o'zingiz bilan uchrashganman. O'sha sudyaning nohaq hukmini men sizga asoslab berganman. Lekin shuni ham kassatsiyada ko'rmadingizlar. Oddiygina ariza javob berib qo'ydingizlar. Muslimov Ikrom aka, men siz bilan bir emas, bir necha marotaba uchrashganman. Oliy sudga borib uchrashganman. Xorazmga kelganingizda uchrashganman. Sizga men tushuntirib berganman masalani. Siz ham bo'ldi, biz ko'rib chiqamiz. Agar xato qilsa, keyin men o'zim ko'raman-ku, o'zim ko'rganda ana ko'rasiz, u bo'ladi, bu bo'ladi degansiz. Lekin nima bo'ldi? Hech narsa bo'lmadi. Siz u paytda o'rinbosar edingiz, undan keyin birinchi o'rinbosar bo'ldingiz. Shu farqi birgina bo'ldi. Mana shunaqa xullas. Bilmayman, kimga murojaat qilishingni ham, kimga nima deyishingni ham bilmaysan. Faqatgina yurtdoshlar, umidimiz faqat Yaratgandan ekan. Biz duo qilamiz, endi bu yo'lga niyat qilamiz, duo qilamiz. Alloh o'zing botillar jazosini bergin deymiz. Nohaqlarga to'g'ri yo'l ko'rsatgin deymiz. Qiynalgan odamlarga o'zing rahmatingni ayama deymiz. Umrimizga barakat so'raymiz. Bo'ldi, boshqa narsa qolmayapti. To'g'risi. Charchab ketasan ekan odam. Mana shunaqa.